Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov haqida hozirgina shoshilinch tezkor xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Issiqko'l viloyati Cho'lpon-Ota shahridagi Ruh Ordo madaniy majmuasida O'zbekiston madaniyat kunlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqida Daryo muxbiri xabar berdi. Tadbirda O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda Qirg'iziston madaniyat, axborot va yoshlar siyosati vaziri Mirbek Mambetaliyev ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'ng O'zbekiston san'atkorlari ishtirokida gala konsert namoyish etildi. Unda milliy qo'shiqlar, kuylar va raqslar ijro etildi. Konsertda O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxon va hamda boshqa taniqli san'atkorlar ishtirok etdi. Shuningdek, O'zbekiston davlat simfonik orkestr, Tumor davlat raqs ansambli va Navbahor raqs ansambli o'z chiqishlarini namoyish etdi. O'zbekiston madaniyat kunlari 28-iyul kuni ham davom etadi. Navbatdagi konsert dasturi Issiqko'l viloyatidagi Dordoyi Nomad majmuasida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun, Qirg'izistonda O'zbekiston madaniyat kunlari 3-marotaba o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda.